Mazza qilyapti odam, bunaqasini hech ko'rmaganman. Akalar, men Better Base kompaniyasiga keldim, Manjal qurilish obyektiga, chunki bu yerdan dom xarid qilganman-da. Qurilishlar qanaqa ketayotganligini bitta tomosha qilgani keldim, lekin bong'illashyapti bor-ku. Birinchi etajni qurishyapti, hozir 16 etajni boshlashyapti. Ustagalar g'ormanglar, lekin yo'rosizlar, gap yo'q. Akalar, bu yerdan nimaga xarid qilganman? Chunki lokatsiyasi va shu bomba joyda, narxlari shikalat. Короче, skitkani jinnisini qilishibdi. Hozir o'shani sizlarga aytib o'taman. Videoni dakansi ko'ringlar. Tezroq olmasanglar bo'lmaydi akalar, chunki joylar qolmay qolishi mumkin-da. Skitkani yorib olishyapti. Agar sizlar boshlang'ich to'lovga 10% to'lov qilsanglar, 48 oyga bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi. Yesichu bu menga kamlik qiladi. Ko'proq muddatga olmoqchiman desanglar, 6 yilga ham bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi. Banklarsiz, penalarsiz, hammasi halol bo'ladi. Misol uchun sizda pulingiz bor, menga komfort kerak desangiz, 100% to'lov qilasiz. Sizlar otgan uylarni полностью 100% под ключ remont qilib berishar akalar. Remont oddiy bo'lmaydi, sizlarga ham yoqadi. O'sha hozirdan odamlar kelib borib, o'sha sraz gaplashyapti. Nimaga bilasizmi? Chunki hozirdan kelib to'lov qiladigan bo'lsanglar, 2 kishilik Dubayga bilet qilib berishyapti, aka. Keyin ham bilan mazza qilib Dubayga borib kelasiz. Bu yerda domingiz ham qo'shib qurilib bo'lgan ham bo'lib qolishi mumkin, akalar. Короче, tezlashtiringlar. Kimga qiziq bo'lsa, mana pastda silka qoldirganman. Nomeringlarni qoldirsanglar, o'zingizga aloqaga chiqadi. Lekin oladigan joyi. Sizlar bilan birga biz qo'shni bo'lamiz.